Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Durdonaxon, siz bo'lasizmi? Ha, menman. Yaxshimisiz, salomatmisiz? Bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Yaxshi, rahmat. Yo'q, gapiravering. Avvalambor bugungi qarshi olgan yoshingiz Allohimga suyukli banda, rasulimizga chin ummat bo'lgan shukronalik ayyom tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Allohim inom etgan har bir kuningiz fayzu barokatga to'la bo'lsin. Kaftingizni ochib so'ragan barcha ezgu niyatlaringizga, go'zal istaklaringizga yaratgan Robbim sizni yetkazsin ilohim. Ayni damda tabriklar va qutlovlar loyihasi kutilmagan qo'ng'iroqlar dasturi orqali siz bilan muloqotda bo'lib turibmiz. Aynan bugun yaqin bir insaningiz sizga atalgan tabriknomalarni, go'zal dil-izhorlarni biz orqali sizga yetkazishni niyat qilgan ekanlar. Nima deb o'ylaysiz? Qay bir yaqin insoningiz mana shunday tabriknomalarni siz uchun yo'llagan bo'lishlari mumkin. Opam yoki ukam bo'lsa kerak. Albatta adashmadingiz, zero sizni yaxshi ko'rguvchi, ardoqlaguvchi va hurmat qilguvchi yaqinlaringiz nomidan, opajoningiz Dildoraxon nomlaridan sizga atalgan chiroyli dil izhorlari yetib kelibdi. Ijozat bersangiz, mana shu mehriboningizni dilnomalarini sizga yetkazib qo'ysam. Assalomu alaykum aziz singiljonim, qadrdonim, yakkayu yagonam. Allohim bergan farishtam. Meni suyanchig'im, dardkashim, sirdoshim, har doim yonimda turguvchi mehribonim. Bugungi shukrona kuning, tavallud ayyoming muborak bo'lsin. Hayotimni ziyosi, mehribonim, ilohim nurli ko'zlaring, namni, mehribon yuzlaring g'amni ko'rmasin. Garchi buni har doim ham ayta olmagan bo'lsam-da, doimo sendek mehribon singilning opasi ekanligimdan faxrlanaman. Seni bu dunyoda borliging eng katta baxtimdan, omadimdan darakdir. Qo'llarimni duoga ochib Allohimdan sen uchun eng go'zal, eng chiroyli tilaklarni tilab qolaman. Inshaalloh hamisha bizlarni baxtimizga yaratgan Robbim seni o'z panohida asrasin, ardoqlasin. Seni judayam qattiq yaxshi ko'ramiz. Robbim bergan omonatim o'zingdirsan. Senga dunyodagi eng ezgu tilaklarni tilayman. Hayotimda borliging, doimo menga tirgak ekanliging uchun yaratgan egamga shukronalarim, hamd va sanolarim bo'lsin. Hamisha baxtimizga sog' va salomat bo'lgan, o'qish va ishlaringda omad va muvaffaqiyatlar yor bo'lsin. Bilib bilmaydiligini og'ritib qo'ygan kunlarim bo'lsa, ozor berib qo'ygan kunlarim bo'lsa, Allohim uchun meni kechirgin. Mana shunday baxtiyor kunlarimizni, unutilmas damlarimizni oila bag'rida, yaqinlar davrasida yana ko'p bor nishonlamoqlikni nasib ro'za aylasin. Seni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. Doimo chehring quyoshdek kulsin, ko'zlaring quvonchdan mehrga to'lsin. Uzoq umr ko'rgin, baxtga burkanib, tavallud ayyoming muborak bo'lsin. Allohning sevimli bandasi bo'lgin, baxt, omad qarshilab yuzlarga to'lgan, hamisha biz uchun salomat bo'lgan tavallud ayyoming muborak bo'lsin deya mana shunday go'zal chiroyli tilaklarni yo'llab qolibdilar. Rahmat, xursand bo'ldim judayam. Biz ham mana shunday ajoyib dilnomalarga qo'shilamiz albatta. Ayyomingiz yana bir bora muborak bo'lsin deymiz. Bayramlarni yaxshi o'tkazib oling. Taqdir bizni har tomonga olib ketdi. Sho'xligimiz ota